Avvalambor assalomu alaykum Sardor avto kuzatuvchilari. Mehr ko'zda dil xarob bo'lmasin deb Spark 2013 ishlab chiqarilgan toza motor mashin. Ikkinchi paytda lyuks konditsionercha ishlab turibdi. 4 tona yumshoq balon. Yangisidan mashinada rasxod yo'q. Ochmoy ketirish kerak bo'lgani. Mashina ideal holatda o'tdi. Metan, chexol, yumshoq balon hammasi tayyor. Ichki holatlar ham ideal holatda o'tdi. CC3 monitorlar egadan kelib turibdi bu. 60 million 65 million so'm qo'yib bermadi. 60-65 emas, 58 million so'm bo'lsa berataman. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Ustidan ham sodirasak 1 so'm, 1,5 so'm qaytarsak bo'ladi. Mashinamiz Sardor avtoda turadi. Manzilimiz o'sha Shonshning ro'parasida. Birnida. Bu tarafimiz Elraz. Bu tarafimizda Mizahnadan kelasiz, Agrobank. Nomam Sardor. Bu tarafimiz Marugar tarafdan kelasiz. Birdan like, podpisatsiya bo'lmasa, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasizlar. Mana shu ideal holatda.